14 patsientimizga qabulimizga kelganlar, bularga birdaniga operatsiyani tavsiya berishgan, lekin shu paytgacha hech qanaqa lecheniya olmaganlar. O'shaning uchun bularni lecheniya qilishga qaror qildik va o'zlariga tushuntirdik. Mana deformatsiya graduslarini ko'rib turishingiz mumkin, ya'ni 3-daraja. Qaranglar. Rengen simkasidan tashqari men MRT qilishni buyuraman. Ko'p patsientlar tushunmaydi nimaga. Hozir men imенно sababini ko'rsataman sizlarga. Isboti mana 14 patsientimizda o'sha umurtqa deformatsiyasi borligini hisobidan mana disklarda o'zgarish ketgan. Ya'ni bo'ladi L5-S1 sohasida 4,5 mm grijja ketyapti va L4, L5 umurtqalararo disklarda 3 mm protruziya ketyapti va orqa miya kanalini ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni stenoz toraygan va ikkala oyoqqa o'tuvchi nerv ham siqilgan. O'shaning uchun umurtqa qiyshayishi bilan bog'liq kasallikda albatta MRT bilan dinamikani ko'rish kerak, qo'shimcha diagnostika qilish kerak. Chunki skolioz kasalligiga lecheniya olganinglar bilan grijja yaxshi bo'lib qolmaydi. O'shaning uchun bularni kompleksni ko'rish kerak va kompleksni lecheniyasini davom ettirish kerak bo'ladi.